Bunda kamerani olib, Qunduz boboni hissalarini aytib beribmiz. Sportda undan ham yaxshi yuradi avtomobil. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Avtolider avtosalonidan 2025-yil BMW X7 nasli uchun taqdim etamiz. Bu avtomobilimiz dop opsiyalarga to'la 23 diskali, Swarovski fari, orqalarida far ko'p va juda ko'p qolgan navorotlar boshladi. Far ko'p nimaligini bilmaydiganlar uchun mana sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu bitta knopka bo'ladi. Bu hamma X7larda ham yo'q. Bitta bosganinglarda mana bitta spesial orqalardan pritsep nimadir tortishga mana temiri chiqib beradi. Endi test drive boshladi. Salonimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilarimiz. Salonimizda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Birinchi ko'z tashlanadigan narsa mana приятный dekorativniy vstavkalar mramor rangida, navorotlardan pamять сиденья, Harman Kardon akustika, Abdufabagrev сиденья, head-up display, нововведениyadan bu yoqda mana monitorimizda oldi kamera qo'shilgan. Avtomobilimizda off-road paketi mavjud. Bu yanada avtomobilning yumshoqroq yurishiga sabab bo'ladi. Bo'lgani uchun motorlar unaqa ochilmagan. Shunda ham avtomobilimizni tortishi, yumshoqligi, upravlaymiz, bu boshqa narsa. Bizlarni ko'ryapsiz hurmatli obunachilarimiz. Reali bor narsani bor qilib o'tirib, sizlar bilan общение bilan delete qilamiz. Bunda kamerani olib, Qunduz boboni hissalarini aytib beribmiz. O'shanga har doim boridek bor. Avtoliderga follow seylar, niyat seylar mana shunaqa avtomobillardan kamidan o'zimizdan zakaz qilib, yo tayyor nalichi turganini olish hammaga nasib etsin. Sport individualga qo'ydi, sразу salonlar o'zgaradi, ham qizil bo'lib, atmosfera уже sportivniy bo'ladi. Avtomobilimizda Abdufabagrev podstakannika, navorot dopopchalari juda ko'p, mana kojasi ham juda chiroyli rangda. Avtomobilimizda Sky Lounge bor, Alcantara потолок, 2025-yilni boshlash uchun ideal avtomobil. Sizlar va oilangiz uchun avtomobil. Sportda undan ham yaxshi yuradi avtomobil, head-up display ham. O'shani oxirgi BMW 7 o'xshab kartinalari o'zgargan, juda chiroyli. Bu yerda yana mana datchik управления жестами mavjud. Bunaqa avtomobil o'zini yo'lda qanaqa tutishi, hech pul turishi va umuman bu avtomobildan qanaqa общение olish, privojдение bilish uchun doim Avtoliderga follow qilinglar, like bosinglar. Hammaga e'tibor uchun rahmat.